Birime yordam berib olaman. Menga qara. Sharoitingni bilaman. O'zim senga yordam beraman. Oramizda qoladi. Bugün ham makaronmi? O menga qara, go'sht yeging kelsa, oyingga aytgin. Tushundingmi? Nimaga oyimga, adamga emas? Menga qara, jim o'tirsan tirrancha. Oyi, axir yosh bola-ku, nega bolani urishasiz? Yo'q, cheki. O'chiring og'zini. Ovqatdan zahar qildinglar. Menga qara, qanday zahar qildinglar ovqatda? O'tir joyiga. Va menga qara, Sen qilinchib qolding. Ha? Mana shu Qilinchib onasidan qolding. Bo'ldi. mana shu onasidan tarbiya olganda bu. Qachon qarasa makaroni yeymiz. Ovqatga ham zahar qildingiz. Sizlar bundoq go'sht olib kelsangiz bo'lmaydimi? Faqat makaroni yeymiz. San ham ishlasang bo'lmaydimi? Dori-pora olib kelsang bo'lmaydimi menga? Onasidan o'rganganda bu. Bir halol yemaymiz ovqatni. Har kuni janjal. Turqin qirsin seni. Shunaqa bola tarbiyalamaydi. Yeganimiz faqat makaron. Bundoq go'sht-pish olib kelmaysizmi? Bo'ldi, bo'ldi. Sen ham ishla onangni oldiga kirib. Qop-katta ho'kizdek bola bo'lib qolding. Menga dori olib kelib ber, ovqat olib kelib ber. Pul topadigan bola bo'lib qolding sen. Bo'pti, bo'pti. Bila. Faqat onangni pinjiga kirasan. Ma, ol bunisini ham. Ovqat deb zahar qilding. Bo'ldi, oyi, yig'lama. Bo'ldi, yig'lama.